5 sekund mobaynida uzmasdan puflab turasiz. Bu shuni. Qarab turamiz. Qarab turing. Necha milligram? 0.75. 75 mi? Qarang, yaxshilab qarang. 0.755. 755. Bak. 755 milligram alkogol masal holati sizda aniqlandi. Sizga nisbatan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksi 131-moddasiga asosan sizga ma'muriy bayonnoma rasmiylashtiramiz. Alkotesterimizda nima e'tirozingiz bor? Hech qanday e'tiroz yo'q. E'tiroz yo'qmi? Hurmatli haydovchi, siz 75 884 tez yordam maxsus avtomashinasini boshqarib keldingizmi? Albatta. Qayerga ketayotgan edingiz? Bizga Vizitga. Siz mast holda transport stasiyasini boshqarishga sizga mexanik ruxsat berdimi? mexanik ruxsat bermagan. Habetda 100 gram nima? Hali vizitga ketyapsiz. O'zgalarning hayoti siz uchun qiziq emasmi? Albatta qiziq. Qiziqmi? Qiziqmi o'sha nima uchun siz spirtli ichimlik iste'mol qilib transport stasiyasini boshqaryapsiz? Keyingi mana qarang, tez yordam xizmat avtomashinasida. Xizmat ko'rsatma qo'shiladimi? Bemorni bunga qanday o'xshatasiz? O'zi bemor bo'lsa, bemorning hayoti ikkita vrach, feldsherda hayoti sizda qo'lingizda. Endi qilgan ishimizdan ozgina pushaymon yeymizmi? Ozgina asabbuzarlik bo'lgan shuning uchun 100 gram ichganmiz. Hech qanday nimamiz yo'q, e'tirozimiz yo'q.